Assalomu alaykum. Rossiyaga kelayotgan hurmatli yurtdoshlar, hammalaringizga eslatmani aytib o'tmoqchiman. Kim Rossiyaga kelayotgan bo'lsa, o'tgan yili patent bilan yurgan bo'lsangizlar, hujjat bilan hammasini olib kelinglar. Chunki hozir yo'llarda ham, poyezd vokzallarida ham, samolyotda kelganda ham ko'plab hollarda o'tgan yilgi patentni so'rayapti. O'tib ketgan bo'lsa ham nima kerak menga deyishlaringiz mumkin-ku. Lekin shu narsani ham so'rayapti. Agar shu narsani siz taqdim qila olmasangiz, sizni alohida boshqa bir kabinetga yo burchakka qo'yadi. Migratsion xodimlar ularni alohida chuqurlashtirilgan tartibda tekshiradi. Agar o'tgan yil olib kelgan hujjatlaringiz, ishlatgan hujjatlaringizcha patent registratsiyalaringiz o'zlaringiz oldilaringizda bo'lsa, darrov qo'yib yuboradi. Poyezdda bo'ladimi, mashinada bo'ladimi, samolyotda kelayotganingizdami, ular tez o'tasiz. Keyin yana bir narsa aytmoqchiman. Bu yil dokument qilayotganlar, ekzamenga tayyorlanib kelinglar iloji bo'lsa. Imtihon juda ham qiyin bo'lyapti. Chunki o'tgan yilni o'zida butun migrantlarni, o'sha o'zbek, tojik kim imtihon topshirayotgan bo'lsa, shularning 3dan 1 qismi o'ta olmagan. Qolgan 3dan 2 qismi esa 3-4 martaga topshirgan, qolganlari bir martada topshirgan. Imtihon yanada qiyinlashgan. Hozirda kompyuterda o'tyapti. Ko'plab shaharlarda yo'q edi. Hozir hamma joyni kompyuterlashtirib, texnologiya bilan jihozladilar. Plus yana patent olganingizdan keyin juda ham shart e'tiborli bo'ling, dogovor qiling. Keyin dogovorda yana e'tiborli jihati, agar dogovor qilganingizdan keyin 2-3 oy dogovor qilib, keyin dogovorni bekor qilasiz-ku. Shu boshida shu 2 oy ichida dogovorim ko'rsa bo'ldi, kompyuterda turgan deysizlar. Keyinchalik mabodo 2027-yilda ishlagani kelganlaringizda sizga patent chiqmasligi mumkin. Shuning uchun hozir borgan sari migratsiya qonunlari juda ham murakkablashib boryapti. E'tiborli bo'lib, shunga qarab kelinglar imkon boricha. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Ruslar bilan, boshqa millat bilan gaplashasizlar-ku. O'zbekistonda qanday sharoit desa, yomonlamanglar. Haligi ish yo'q, och qolamiz, ochlikdan o'lyapmiz, вообще kopek to'laydi, hech narsaga yetkazib bo'lmaydi. Endi to'g'ri, orzu havaslar ko'p, hammada ham bu narsaga tezroq erishgisi keladi. Qo'shnisi mashina olsa, mashina olgisi keladi, to'y qilsa, to'y qilgisi keladi, baland uy qursa, imorat qilgisi keladi. Lekin bu degani vatanni yomonlash kerak degani emas. Bo'ladi hammasi, xudo xolasa, harakat qilib turaveringlar. Prosta hammasi yaxshi deinglar, bo'ldi. Hech bo'lmasa, to'g'ri, oyligimiz Rossiyachalik emas, Rossiyadan kamroq. Lekin yerga urib tashlamanglar, imkon boricha. Mana shu narsaga ham e'tibor beringlar. Chunki men o'zim bu narsani nimadan kelib chiqaman va qo'shnilar bilan, ruslar bilan gaplashganda ham, tanish bilishlar bilan paloncha men qo'limda ishlaydi, paloncha bizning ishxonada men bilan birga ishlaydi. O'zbekistonda hech narsa yo'q, O'zbekistonda palon narsa, bismon narsa degan narsalar aytadi-da. Masalan uchun har kim har xil qabul qilar, kimdir quloq eshitdi, unutdi, kimgadir mana bu yuragiga boradi bu narsa. Shuning uchun mana shu narsaga ham e'tibor beringlar. Xullas, hujjatlaringizni to'g'rilab harakat qilinglar. Rossiyaga kelgandan keyin mana shu birinchi o'rinda sertifikatni olib, kirdi chiqdi qilib 3 oydan keyin yana 3 oy yurib bilaman deganlar, endi registratsiya chiqmaydi. Registratsiya deymiz, nima deydi, uchotga qo'ymaydi deymiz-ku. Shu narsalar endi bo'lmaydi. Shuning uchun ko'zlaringizga qarab harakat qilinglar. Imkon boricha oldindan tayyorlanib kelishga harakat qilinglar. Rus tiliga imtihonlarni internetlarda, saytlarda bor, hamma narsani ko'rib bilib kelinglar. Rossiyada ham eslaringizdan chiqmasin, o'sha registratsiya qilayotgan joylaringiz ishonchli ekanligiga umid hosil qilinglarki, чтобы keyinchalik ba'zidan chiqarib yuborishlar bo'lmasin. Mana bugun ham Garad ishida jinoiy ish qo'zg'atildi. Bir rus fuqarosi, adashmasam, rasmiy ko'rinishi bo'yicha 7 nafar O'zbekiston fuqarosini registratsiya qilgan o'zining uyida, lekin u uyda yashashni xohlamagan. Pul uchun registratsiya qilingan. Endi unga nisbatan haligi 7 ta O'zbekiston fuqarosini patenti ham, registratsiyasi ham analiz qilindi. 3 kun muhlat berdi. 3 kun muhlat ichida Rossiyadan chiqib ketish kerak yoki kirib chiqish kerak bo'ladi. Patentlar analiz bo'ldi. Haligi uyda egasiga ham o'sha jinoiy ish ochildi-da, 3 yildan 5 yilgacha o'sha nezakonniy migratsiya tashkil qilgan degan
shunday ishlar qo'zg'atildi. Shuning uchun kvartira olayotganda ham imkon boricha iltimos qilib, to'g'ri tushuntirib, uni yomon tarafi yo'q, naborot o'zingga yaxshi uchastkovoy tekshirishga kelganda ham, reyd bo'lganda ham biz mana shu uyingda qonuniy yashab turgan bo'lamiz. Lekin seni mulkingni daxlsizligiga hech qanaqa ta'sir o'tkazib bilmaymiz degan narsalarni tushuntirib berishga harakat qilinglar yoki kim bilandir borib shu narsani rus tilida tushuntirib bersin, bu darajada bilmasangiz. Bular shunaqa, o'zingiz ehtiyot qilinglar, Rossiyaga kelayotganlar, barchalaringiz ishlaringizga omad, sog' salomat yuringlar, qayerda bo'lsangiz ham hujjatlarni to'g'rilab, qonunlarga amal qilib, qoidalarni buzmasdan sog' salomat, halol mehnat bilan uylaringizga ishlab borish hammamizga nasib qilsin, oilamizga sog' salomat borish. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.